Mundaq o'xshagan qazan ko'pin mehmonlarning oldiga chiqsanglar, ta'mi tildila qoldi. Yaxshimisiz do'stlar, men Madina. Men keldim. Bugun o'xshagan night oddiy bo'lgan qazan ko'p qilishni o'rgandim. Unda biz boshlab ketdik. O'maq kichik barangilarni axlab shub tayyor qilib olamiz. Ani o'zimiz yaxshi ko'rgan bo'yicha go'shtlarni tayyor qilib olsak bo'ladi. Qazan azroq moy qo'yib, barangini bir qur qizartamiz. Ikki tarafi qizargan holat suzib olsanglar bo'ldi. Arqadanla go'shimizni bir-birlab silib, ikki tarafini sag'atib olsaqlar bo'ladi. Ko'rib bir şey kapsizlar do'stlar, qo'llashingizni yurak berib, inkas rayoniga jiqidi gullarni yo'llab qo'ygan bo'lsanglar rahmat. Andan limon tayyor qilib olamiz. Andan paystamning so'qqan qarmuji bilan zirisini tayyor qilamiz. Muvofiq miqdorda tuz. Paystam tomoqingizda bo'lmasin, kam ishlasangiz har dam uyingizga bo'lar hammajam. Qazandagi mayni oz holat qo'yib qo'ygandan keyin ostiga bir qavat barangini qo'yamiz, andan tuz, zira, oz miqdorda qarmushlarni bir qur sepib etamiz. Barangining ustiga boy qizartib olgan go'shtlarimizni bir qurratlik tizib olgandan keyin yana o'xshashlar tuz, muvofiq miqdorda zira, qarmushlarni sepib etamiz. Zirini tetitibroq, qarmushni ozroq sepsanglar bo'ladi do'stlar. Unda limonni o'tirdim pochlab, yarim limonni takshi holatda siqib olamiz. Bunda bo'lgan chaqda ta'mi bek-beyiz bo'lib cho'qim sinab yiqqan orqadan yarim stakandan biza jiq suvni quyimizda o'tni past holatda 40 minutdan 50 minut dumlaymiz. Men 40 minut dumlagandan keyin qizim kopning yeniga bek amroqdi, shundan 4 parcha nonni yana ustiga qo'yib, yana 10 minut atrofida dumlavatdim. Vaqtni to'shib qopdi, mana o'xshagan qozon kopimiz tayyor bo'ldi. Buni andan chiroq taqsimizga pomidorlar bilan, tarxamaklar bilan chiroq bezib oldim. Lekin go'shtmi shunchalik yumshoq, bek yaxshi ta'mlabdi. O'g'limning eg'izida qoldi. Qizim opa o'xshaganlikni jig'ivatgidek darajada o'xshab ketibdi emasmi dedi. Vallahi ifodalash nima degan Unda bu sizlar oila sinab yiqqanlar do'stlar, qozon kopini etilishli har xil, lekin buni sinab ko'ringlar bilamdi. Unda biz kelarsan ko'rishgacha hammalarning oilasiga xotirjamliklarni, xushonliklarni tilayman. Meni qo'shishni unutib qolmanglar do'stlar. Men atiyini kelman. Xayr xo'sh.